Ko'pchilik do'stlarimiz so'rayapti, mana shu zarda, jig'ildon qaynashidan qanday qutulsak bo'ladi uy sharoitida deb so'rayapti. Bizning qishlog'imizda yoshi eng ulug' inson bor, 82 ga kirdilar. Oldilariga keldim, sizlarga ishonmagan do'stlarimiz uchun o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Zardasi qaynaydigan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Assalomu alaykum bobojon. Tushuntirib yuborsangiz. Assalom. Mana men 82 yoshga kirdim. Shu zarda, jig'ildon qaynash meni juda qiynar edi. Mana shu 4 dona chesnokni olib, tozalab bunday mayda nafis qilib 1,5 litrlik baklashkaga qaynagan suvni sovutib solib, ichiga 2 sutka qo'yib qo'ydim. Har kuni ertadan osh nor namozga turgan vaqtda 2 qoshiq shundan ichdim. Mana 1,5 oy pashta 2 oy bo'lyapti. Shuni ichganimdan beri shu zarda qaynash tamom yo'q bo'ldi. Shuning uchun men ko'p odamlar shuni nima qilmaydi, shuni ixlos qilib, astoydil ixlos qilib shuni istang, shu zardadan qutular ekansan. Men o'zim shundan shifo topdim. Bu ham endi tabiiy giyoda bu. Doktorga borardim, dori berardi, dorini ichardim. Dori tamom bo'lgandan keyin yana shu jig'ildon qaynash bo'lardi. Xudoga shukr, mana 1,5-2 oy bo'ldi. Hovlimizda yer bor, kam endi qarichilik ishlaymiz, boshqa qilamiz. Shu darddan men xojis bo'ldim. Birodarlar, ixlos qilib shuni ichinglar, Xudo xolasa shifo topasizlar. Eshitdingizmi do'stlar? Ko'pchilik ishonmaydi. Men shu insonni yoniga kelib, qishlog'imizda eng yoshi ulug' insonlar juda ham yaxshi ko'raman bobomni. 82 ga kirdilar, iloyim 100 dan oshib yuring. Mana shu do'stlarimiz ko'pchilik sizni kuzatadi. Xudo xolasa qilib ko'rasizlar. Agar birontalaringiz jig'ildon qaynash, zardalaringiz qutulsalaringiz, Xudo xohlasa kommentariyaga yozib ketasizlar. Bitta duo qilib qo'ying shularni. Ilohim umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring farog' bo'lsin. Mani otam ham 107 yoshga kirib ketgandilar. Biron marta doktorga bormagandilar. Sizlarni ham shu kunga yetqizsin. Allohu akbar. Chin ixlos qilasizlar. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat, tirik inson sizlarga foydali maslahat. Ana shunday bo'lsa. Tojikiston va pesh.